Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va do'stlar, sizlar bilan FC Mobile o'z kanali. Bizda hozir APL ligasining 4-haftasi kelgan va yangi o'yinchilar Petr Cech, Vidic va boshqa o'yinchilar bor va bizda hozircha 15 mingta va undan keyin yana bo'ladi degan umiddaman. Общий 30 mingta va undan ko'proq va extra time paketlari, Star Scout paketlarini ochamiz. Sizlar bilan Islombek bo'ladi. Hozir storyga kirib 7,5 mingtalik paketdan boshlaymiz. Qani bitta ochaylikchi. Eng katta maqsadim hozircha Petr Chexni ushlash. Yaxshi yurdi hozircha. Kim tushadi? Angliya, Alva, Everton va bu Grealish do'stlar. Yaxshi, ikkinchisini ham ochamiz. Bitta Chexga kirib qo'yamiz. Hozir futbolchilar bor, endi Chexga kirib statlarni bosib qo'ysak. Endi esa bitta paket bosib olamiz. Hozir menga 115 futbolchi berish kerak. Agar to'g'ri hisob kitoblarim bo'lsa va tomosha qilamiz. Petr Cech bo'lsin. Qani Italiya, Cam va Icon. Bu esa Zola aziz do'stlar. 115 Zola ikkinchi pakdan. Statlariga kiraylikchi. Statlari yaxshi, bo'yi biroz pastroq, sirtda ham o'yna oladi, 5-4 oyoq. Chiroyli bola ekan. Gianfranco Zola. Finish shot, fair, shot taker hamma yo'q bor. Yaxshi olib o'ynashinglarni maslahat beraman. Lekin mening oliy maqsadim bu Petr Cech edi. Ya'ni kelajakda olamizmikin? Hozir biz futbolchilarni exchange'dan shartga berib yuboramiz. Schmeichelni ham beramiz, faqat sal keyinroq. Hozircha bizda to'plangan shart 999 ta bo'ldi. Yo-mayo. Extra time paketlarini ochamiz. Bizga kim tushadi, kim yoki nima tushadi? 5 mingtalik ochamiz hozir. Keyin yana topib ochishga harakat qilaman. 5 mingtalik bosamiz, davay. Atmen kor, davay go. Bosdik. 20 ta shart, 3,5 ming ta ligasi. 20 ta shart olamiz. Menga hozir shart kerak. Bu shartsiz olib qo'yaylik. Biz yana to'plashimiz kerak. APL ligasi Star Scout ochishimiz kerak. 1019 ta biz balansimizda shart mavjud. Petr Cech esa qimmat. Bizning pulimiz esa 200 million tepasi. Hozir akkaunt shu ko'rinishga keldi. Zoladan keyin Zolani kuchaytirmadim. Chunki Petr Cech bor. Va biz Laudrupni berib yuborishga qaror qildim. Laudrupni Nestaga o'zgartiraman. Nesta sal pastroq ekan. Nesta Laudrupning o'rniga Nestani qo'yamiz. Bu yerda yo'q. Ketdi. Laudrupni 5 mingta APL liga tokeniga almashtirib yuboramiz va yana 5 mingtalik ochamiz. Gonna go. Extra time. Bunga kirib 5 mingtalik ochamiz hozir. 5050 ta. 50 bor. 5 mingtalik ochamiz. Qani ketdik. Nechta? 60 ta. Yaxshi, yomon emas. 60 tani olamiz. Mana. Pochtadan olib qo'yaylik.
60 ta sharts va bizda 1089 ta sharts bo'lyapti. Va biz Star Scout'dan ochib ko'rishga urinamiz. Futbolchilar ham yo'q hozir. Sotishmayapti ekan, hech kim ko'rdimmi? Star Scout ochamiz do'stlar. Olmosga bitta 15 mingtalik ochamiz agar olmosimiz to'planib qolsa va to'planish kerak. Hozircha nima qilishni bilmayapman. Va mana olmos ham to'plandi. Bizda naqd 17 mingta shart olmos mavjud. Uzr, adashib ketdim. Bizda 17 mingta olmos va bitta 15 mingtalik o'ta zo'r bo'lgan, lekin zo'r bo'lmagan pakni ochamiz. Bu yerdan 113 tushsa mening ishlarim yopilib ketadi. Chunki menga hozir 113 kerak, o'ta zarur. Yoki 114 shartski berib yuboraman. Qani kukurellalar bor, Kaysedo ochamiz davay. Bismillah. Yaxshi o'yinchi tushmadi. Tushdi deb aytolmayman. Angliya right winger va Manchester City. Bu Foden aziz do'stlar. Phil Foden. Soatlari yaxshi, oyoq 5 ga to'g'ri, tezligi bor, dribling ham bor ekan o'zimiz. Endi esa biz scout ochishimiz kerak. Star Scoutlardan to'plashimiz kerak. Phil Fodendan shartga berib yuboramiz. Va bizning hisobimizda 1159 ta. Endi drop bo'lsa 100 ta yoki 90 bitta shart kerak bizga. Bizga 90 bitta shartni faqat 113 o'yinchi bera oladi. Shuning uchun biz Star Scout'dan bor kuchimizni to'plab 113 o'yinchini ushlashimiz kerak va Star Scout'dagi APL Liga tokenlarini to'plab oldik biz. Qani nechta bo'larkan? 200 ta olmos, 4800 va 10900 ta bor bizning hisobimizda. Hozir kirib aylantirib ko'ramiz. Yaxshi o'yinchi tushishi kerak. Menga bu 113 fixture, festive fixture yo'nalishidagi o'yinchi kerak yoki 113 yoki 112 o'yinchi kerak. Ularni extra time berib 5000 talik ochaman bitta hisobimdagini. Aylantirib ko'ramiz. Va festive fixture va tepachasi chiqdi va bizning hozirda omadimiz Scout'dan kelgan omadimizni juda ko'p ish qildim, ungacha orada kesib yubordim. Baho berasizlar undan birgacha. Portugaliya right winger va ikon. Bu aziz do'stlar Luis Figo, Real Madrid afsonasi. Uni albatta yo extra time ga berishimiz kerak yoki exchange ga beramiz. Exchange bitta ko'raylik. Player exchange 110 plus 11 ga kiraylik, 13 ekan. Demak biz 110 plus ga tikishimiz kerak. 112. Kim bor? Figo. Figo'ni berib yuborsam bo'ladimi yo Yarmanni o'yin tushmay qoladimi? Boshqa futbolchi yo'q. Demak ekstraga berib yuboraman, bori tavakkal. Extra time beramiz. Qani Figo ketdi. Menga hozir bu o'yinchi kerak emas. Va bizda yana 5050 ta extra time tokeni mavjud. Biz oxirgi limit, ya'ni 3-5000 talikni ochamiz hozir. $5000'lik. Qani nech foiz ekan shart tushishi? Futbolchilar ham kam. 40 ta shart tushishi 5%.
150 ta shart tushishi nechi foiz ekan? Menga eng kamida hozir 100 ta kerak demak biz 1,5% yokida 1% omadimiz hozir shu yerda ishlatishimiz kerak. Davay. Let's go aziz do'stlar, bizda 150 ta shart mavjud. Bu degani biz o'z hisobimizga Petr Chexning 115 kartasini olishimiz mumkin. Bizda ofishiy hisob-kitoblarim bo'yicha 1300 tadan ko'p shart bo'lishi kerak hozir. Va aytganimdek 1309 ta va biz o'ylanib o'tirmasdan Petr Chexni olamiz. Chexiya goalkeeper ikon va bu azizlar Petr Chex. Bo'ylari normalniy. 5 ga 3 sakrash, position, handling, reflekslari kuchli. Yaxshi futbolist. Varatabon goalkeeper. Space deb qo'ysak ham bo'lardi. Sal statlari past bo'lishi mumkin, lekin o'ziga qaraganda o'ta kuchli. Hozir biz bunga almashtiramiz De Gea bilan Petr Chexni. Xo'p. De Geaning treningini Petr Chexga beramiz. Petr Chexga 29 ta rank beramiz. Bizning hisobimizda 825 ta birinchisi. Ikkinchisi, uchinchisini ham bera olamanmi? Yo, 15 ta yetmay qoldi. Albatta uni berib qo'yaman. Va biz De Geani pastga qo'yamiz. Account 97 milliard. Skill beraylik da goalkeeperga beramiz. Bolani ham full qilib qo'yaman. Treningni full qilish kerak albatta. Futbolchilar kirib ketib qolmaydimikin? Qani. Despan o'da shuna bo'lib dudakni berib yuboribman bilmasam. Va ketdi. 30 ta trening berildi. 190 diving, 180 position, 179 reflection. Petr Chex. Long throw bor, uzoqat beradi. David De Geani pastga qo'ysak, akkauntimiz 100 milliard bo'lishga erishildi. Sizlar bilan men Islombek, ya'ni FC Mobile Uz kanali bo'ldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' omon ko'rishaylik.